yaqin deb bilgan insonlaringiz orasida hali 40 yoshga kirmay turib soch to'kilishni boshlaganlar borligini aytishdi. Shu insonlar uchun yechim bor. Ertalablari uyg'onib yostiqda to'kilgan sochingizni ko'rasiz. Yoshlikda chiroyli sochga ega bo'lgansiz, lekin hozir bu haqida faqat orzu qilasiz. Shundaymi? Chinnigul, ya'ni qalampir munchoqdan bir qoshiqni stakanga solasiz. Buni siz tomonlarda bilishimga qaraganda gvazdika deb ham atashadi. Rozmarindan ham bir qoshiq solasiz, ketidan issiq suvni quyib 20 daqiqaga damlab qo'yasiz. Hamma foydalari shunda chiqadi. Taxminan xuddi shunaqa ko'rinishga keladi. Keyin buni yaxshilab 20 daqiqacha tindirib qo'ysangiz bo'ldi. Tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan malhamni har kuni sochlarning ildiziga yaxshilab sepib massaj qilasiz. 2 hafta tindirmay bajarsangiz, sochlaringiz qayta o'sib ketadi. Ushbu usulni soch to'kilayotgan yaqinlarga yuboring. Tabib Shifuga albatta obuna bo'ling. Men bilan tabiiy usullar yordamida davo topasiz. Aytgancha, tarkibida 9 ta giyoh va 6 ta vitamindan iborat soch o'stirishga tabiiy spreyni sizga Xitoydan shaxsan o'zim uyingizga yuboraman. Bu giyohlarni oilam bilan o'zimiz yetishtiramiz. Ushbu tayyor spreyni katta chegirma bilan buyurtma qilish uchun menga shaxsiy xabar qoldiring. Soch to'kilishi muammosi bor yaqinlaringiz Tabib Shifuga aloqaga chiqishsin. Sinalgan va ishonchli yechimni Xitoydan o'zim yuboraman.